Hozir karochi Rossiyadan chiqib ketishimizga 350 kilometr qoldi. Mashin shu urilgan sazida mana farqda haligi ko'shlab tayladik. Bunaqa shu urilgan sazda endi Tojikistonga olib ketyapman. Endi u yerni Tojikistonda qilaman. Bir laqayni shu Moskvaga siydirmadi. Axir qochib ketganim yo'q, men просто pichidan olib kelayin. Просто ko'p g'am berdilar. Atak BMW'ni yana vatanga qaytarib olib ketyapman. Buni apar nasib nelerni sazlaymiz, yangi far qo'yamiz, u yoqqa qilamiz. Klankalarimiz ketgan, yangi bir obnovlat qilib buni nasibsa yana legenda qilib chiqaraman 1-2 kun ichida. Inshaalloh ikkita mashina olib chiqqanmiz. Aytgancha. Bu yoqqa kamerachi bu yoqqa. Endi buni maqtag'ali jeri qamadi endi ko'gar. Bitta haliga kalding nimasi bor, temir tarog'i bor deganda hali ko'mishim bir qizil BMW'si bor, shuni ham ko'p ko'rdilar. Buni mashina aynan srochna sotiladi. Nomer podarka 4-1 20 region aynan nomer shuna podarka general davlen beradi. Mashina aynan onasini emsin K5 full degan komplektatsiya. Mo'g'ra. Onasini emsin. Muzikani qaraydi, aynan menga ko'zini 1 yillik aynan dokumenti bor mashinning. Mashin dokumenti bor. Mashin yaqinda keladi, endi mashinani qaytarib olib ketyapti. Polni tonirovkasining ham dokumenti bor. Bu buni ichida salonni qarang, haligi mandarin salon shunday chiroyli ham bir mamayni mindirasiz aynan. Menga dor aynakni tonirovkani uradi, ikki jambashiga uriladi, dokumentlar so'z bor. İçinde gözünden bıts ketadi, hech kim ko'rmaydi. Nima bo'ldi? Nelarni ko'rsataymi? Apshipkalarni qarang, aynan apshipkalar polni ko'jakin, mana maqta teatri. Nelar mebel ekin, lift, sidenya, sho'lda, aynan короче. Full komplektatsiya K5 srochna bepul narxi teatrda. Onu o'ncha narxi aytmash kerak. Mana mashina egasi shu yerda, mana shu bachcha bo'ladi. Qara endi. Shu narxga shu mashinani beramizmi, bermaymizmi? Beramiz. Mashin aynan mana shu bachcha buni juda ko'plar taniydi. Mashin Koreyadan polni mashin pergon qiladi. Shu mashin shuniki. Bepul narx aytib berdi, to'xta uka dedim. Men kanalimga qo'yayin dedim. Hozir Tojikistonga dedim. Barg'inimizcha dedim, shu sotilmasa dedim. Men Ali Ko'mirchi nomini shunday ataylayman dedim. Kalla başı. Sama qo'ygan o'zimning 5 ta guruhim bor. Ana bir o'zining 5 ta guruhasi bor, qo'ygan yo'q. Mashin вообще bepul narx aytdi-da. Dokument, aynan o'tgan yil o'zi olib kelib, dokument qilib, 1 yillik dokumentlari bor. Ustida aynan panorama tag'ini. K5 panoramalni jana mening ko'rishim. Ko'zlar mashin polni tonirovka vaklubga ana 1 yillik dokumentlari bor. Hamma narsasi bor. Mana shu 4-1 20 region mana shu nomer shunday podarka dedi. To'shna podarka. 100%. 100%. Pulini hali ham ko'rib zaringni yemgir aytsang ayt teatrda axir. Puli ayna 125 ming somon. Mashinga ayna kalla bashirim javob. Bundan qayer javob ekanligini bilasizlar. Mashina ayna inshaalloh mana hozir yo'ldamiz 350 kilometrdan keyin biz Qozog'istonga kirib ketamiz inshaalloh. Mashin narxi bitta kelasiz 125 ming somon deganman, 125 ming somonni ko'tarib olib kelmang bizga. Aynan pulni ko'taringda keyinda targ'avat sag'ing. Savdosi bo'laman? Bor, savdo. Chotki savdo aynan. Mana shu nomerimni qoldiring desangiz aynan mana shu nomeri shunday podarka general davleniyasi beradi. 125 ming somon chotki savdo mashina aynan отличный состояние, motor 1.7 dizel turbinali ekan. BMW men qo'rgonga qo'yib kelyapmiz aynan mana shuni fu etib kelyapti. Oktyabr oyining oxirida o'zim olib kelganman. Ha, o'tgan yil oktyabrning oxirida olib kelib dokument qilib aynan buna Moskvaga olib kelgan edi. Bir klientimga olib kelgan, bir klientim Rossiyada boshqa mashinam bor. Ha, o boshqa mashina barter qilindi. Buning ustiga pul berdi. Buni yana o'zim shu narxda saplab olmayman, bu ham sotaman. Hozir короче o'zining egasiga shu mashinani qanchaga sotib ber? 148 ming somon taniganlar bo'lsa,
Bak egesini hem sorasın. 148 ming saman pat kılıç apar beribim. Pat kılıç 148 mingga apart degan hozir 125 ming somon gapni cho'zmayin aladigan jeri 120 короче. Ha 5 ming somon endi targavasa. Naq 120 ming somonni olib keyin. Men 120 ming samanға saplab aldım bunu. Son artık yakın bir tane arzan. Hayır. Bir yıllık dokumenti bor, tanglovkani hamma narsasi bor. Mashina naq hozir kalla bashira javob ayna. Men aytayapman. Mashin короче Tojikistonga kirib bormay sotiladi. Mashin полный комплектация, panorama, короче, ne deydi? Mandarin salon. Birin qilda gap so'z yo'q. Shuna bir obzor qiling bu. Buna arka tomonlama, balon, Ключевой достуp. bez ключевой dostum bundaqalar bor ekan, ayna. Tag'in spoiler qo'yib olgan, tag'in karbon qo'yib olibdilar yana. Haligi Mashinning egasi sal oyoq buyoq tayyorlab o'zi uchun olibdi buni. hayır, haligi kambag'alga yo'q. Mashinning egasi biznes qilyapti. Bu yerda men Sarentan bor edi. Shu Sarentani berdim. U Sarentaga jugar tomon dedi. Короче, o'nchini oldi. Bo'lmasa Haligi kambag'alga cho'nchayib chishni kim qo'yib deganda ko'zdan kabejga karbon qo'yib qo'yganlarni aytaman-da. Hay bu, lekin 120. Jigarlar mana shu pastdagi nomer, mana shu brachkani nomeri bo'ladi. Срочно telefon qilingizlar. Dang 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 etib turib uringizlar. Ko'zdan jayda uramiz, ketamiz ayna. Nasib qilmasa inshaalloh 2 kundan keyin Ali Ko'mirchi Tojikistonda bo'ladi. O'zi to'g'ri uyga parklaymiz. Mashina aynan shundan keyin ko'zdan dushami liberani aynan shunday general davin beradi. Shu oldingizda men turaman. Bir tashkilni qilasiz aynan. Mashina uyingizga olib kelamiz. Ya bo'lmasa shu birin kafedan bir kasa sho'rpa olib bersangiz ham jeb ketamiz aynan. Yana nima deyin? Jalon zamon bo'lsin, Ali Ko'mirchi qalichi bizning endi ana mashinada gapirmayın aynan. Bizning bir qizil jenskiy mashinamizni ham ziyarat ko'rdilar. Jalon zamon bo'lsin.